yetti aloqaga chiqaverasizlar. Bir kun quyib chiqib ketamiz. Yo'q. Qanaqmi? Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi zinamizni ham napalfikalarni bitirdik. Mana balandliklarimiz 18 ga 28 dan. Mana shu ko'rinishda mana kichkinagina ixchamini ham 1 metrli zina. Bu yerdan ham bitta stupenka bo'lib ichkariga kirib ketiladi. Bu ishimiz Toshkent Nurafshon ko'chada. Armatura tashlangandan keyin ham bitta ko'rsatamiz. Shu yerda mana. Mana armaturalarni ham tashab, yonlarini yopyapmiz endi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ideal qilib 15 qilib karkasdan to'qilgan. Mana devorlarga polni tiqilgan. Keshit xonasiga. Zinamiz bu yergacha keladi. Hamma eshikdan ozgina ham buzib tashladi. Bir o'nli plashatka bo'ladi mana. Tepadan ko'rinishi. Yonlarini yopib, hozir tupenkalarni qo'yamiz. Undan keyin ham bitta video qilib joylaymiz. Mana zinamiz ham bitdi. Bugun quyishni boshlaymiz endi hozir. Zagotovkalarga suvni ochdik. Mana. Xudo xolasa ideal qilib bitirib qo'ydim. Shogird qashab beryapti. Shu tepadan ko'rinishi. Mana. Hozir endi quyib tashlasak bo'ldi. Shu yerda. Zinamizni ham quyib bo'lay dedik. Eng sifatsiz zina bizda. Mana. Shu yerga ozgina yetmay qoldi mana. Tepalarini quyib tugatdik. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Betonni ham suyuq qilib tayyorlab qo'yganlar shogird. 7 aloqaga chiqaverasizlar. Ey mo'lo. Bir kun quyib beramiz. Nima qilasiz? Bir kun quyib chiqib ketamiz. Yo'q. Qanaqmi? Mana shu uvalsini qarab turamiz. Kichkina bitiramiz.